Navbatdagi xonadonimizga ham biz eshik romlarini qo'yib berganmiz. Romlari 6 metr yo'q plastikdan bo'lgan, eshiklari termo 78 dan bo'lgan, ranglari mokriy rangda Aleksandr deb qo'yib berganmiz. Hozir qisqacha obzor qilib beraman. Bu xonadonimizda romlari 6 metr yo'q plastik bo'lgan, hammasi ikki tarafli ochiladigan o'rta buxor holatda bo'lgan oynalarimiz, har doimdagi energiya tejovchi oyna qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Har bittasi ikkita tarafi ochiladigan holat bo'lgan. Xonadon juda chiroyli chiqqan. Hozir ularni ishlashlari, yopilishlari bo'yicha qisqacha ko'rsatib boraman. Eshigimiz shotlankalar bilan birga qilib berganmiz. Bu yerda 1,5 qanot bo'lgan, eni 1,40 ga, balandligi 2,70 atrofida bo'lgan promugaliy holatda qilib berganmiz. Plastiklarni hammasini eshigimiz ham ochib yopilishlari juda yengil, ko'rsalar ruchkamiz italyan ruchka shotlankasi bilan birga qilib berganmiz va hozir ichkaridan romni ham ishlashini birgalikda ko'ramiz. Ochib yopilishi har doimdagi juda yengil ochib yopiladi eshigimiz va bu yerda romlarimiz ikki tarafi ham ochiladi. Bir tarafi oddiy ochilish bo'lgan, bu tarafda esa dubaydan mexanizm holatda qilib berganmiz. Hozir patakoniyalari qo'yib, patakoniyani o'rnashgandan keyin yana ham to'liqroq o'z egalariga topshiramiz. Ruchkamiz bronza open yo'ldan qo'yib berganmiz. Mexanizm, turetskiy mexanizm qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qolaman, nomerga aloqaga chiqishni ham qo'y, videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'l.